13-mart kuni mana Iskandar aka ho'kizini tortishga o'zim keldim mana. 1 yil oldin 33 millionga Yangi Qo'rg'on Peshan bozoridan olgan mollar. Filli balasi bular-ku, filli. Ana shunday. Taroziga sig'mayapti mol. Urib chiqib ketmasin. Taroziga qarangizlar, tez. Nechi? 980. 1 tonnami? Hoy. Oo, dahshat. 990 nechida? Hoy, men 1 tonna kelish kerak-da, 1 tonna. 982. 982 kilo chiqdi mana. Shu yerdan ko'rinyapti mana. Ho'kizni mana Ina markaz, Qirg'iziston, Shved degan. Havas qilganlar, menga ham bitta shundan bo'lsin deganlar, laykni bosib qo'yingizlar. Qo'ldan kelguncha. Mol haqiqiylik mana. Ina marka. Tarozi xizmati kimga kerak bo'lsa, kuni-tun aloqaga chiqingizlar. Uyingizga borib, fillarni ham tortib beramiz.